Assalomu alaykum. Bugun 20-dekabr. Turkiyani Buyuk Chekmakchi degan joydamiz. Mamlaqa villaga chaqirishgan, palif qilib berishga. Eski palifini rekonstruksiya qilganda uzib chop tashlashgan ekan. Yengitdan qo'yib beramiz. Kalde turbalari bilan. Bu yerda bizada Hunter mahsulotlari, Hunter klapanlari, mana imperatorlar qo'yamiz. Shimilligidan bu yerda Turkiyani o'zini pinboxlari dog'lisi boshlaganmiz bugun. Tomchilab sug'orish tizimini ham qo'yamiz atrofdagi daraxtlarga. Ob-havo mana bugun bulutli. Ertadan sal havo aynib ora-orada yomg'ir yog'ishi kutilyapti. Bu yerda hamma joyda shunaqa villalarning qurilishi ketyapti mana. Pastda ham villalar. Shunaqa